Chempionat Aziya saytiga xush kelibsiz. Rahmat. Rozi bo'lganingiz uchun biz bilan suhbatlashish uchun. Birinchi savolim shunaqa bo'lishi mumkin. Jurnalist bo'lishni istamagan jurnalist. Nimaga? Jurnalist bo'lishni istamagan jurnalist. Jurnalistikadan ketishni umuman xohlamaganman. Majbur bo'lganman desam bo'ladi. Chunki birinchi diplomat bo'lmoqchi bo'lganman, keyin lotchi bo'lmoqchi bo'lganman. Unisini ham, bunisini ham bila olmadim desam bo'ladi. Chunki o'qishga kiraman. O'qishga kira bo'lgandan keyin qo'limdan keladigan kasb bo'lgani uchun, uydagilar shu yo'ldan ketish kerak uchun, menga begona bo'lmasligi uchun kirib kelganman. Haligacha afsuslanaman. Agar zo'r imkon bo'lganda ketardim lekin shu sohadan. Qaysi sohaga ketarsiz? Farqi yo'q. Endi qanaqa etsa bo'ladi? Tirikchilik yaxshi bo'lsin, boshqa bo'lsin. Futboldan ketmayman, конечно, futbol yaxshi ko'raman, boshqa qilaman, lekin u narsa yozib yoki boshqa qilib yurish menimcha kerak emas. Faqat nima desa bo'ladi? Oilam shu soha orqali tebratib o'tganligim uchun, shu soha orqali pul topayotganligim uchun shu sohadaman. Lekin ani fidoiyman shu sohamniki yo'q, boshqa men o'lib qolaman deb aytmayman bu sohada. Fidoiy jurnalistlar ancha kuchli bo'lishadi, baribir ularga havas qilaman. Tushunarli, rahmat. Futbol haqida gapirib o'tdingiz. Futbol uchun juda ham jon qo'ydirasiz. Nima deb o'ylaysiz, arziymikan? Futbolmi? Arzimaydi конечно. Lekin shu bilan birga hayotimning ham eng katta qismida masalan, futbolni gapirmasa yo'q boshqa qilmasa men hech narsa yo'qotib qolmayman. Men gapirganim bilan futbol hech narsa yutib olmaydi. Prosta shu narsani tushunaman. Masalan, men iqtisod haqida ham fikr bildirishim mumkin, siyosat haqida ham fikr bildirishim mumkin. Lekin aqlim yetgani darajasida. Tushunmagan narsamga aqllilik qilib hammani ensasini xotirish xohlamayman. Futbolni tushunaman deb o'ylayman. O'zim ham o'ynaganman, o'ynagan odamlarni ham tushunaman. Atrofidan shu narsani o'qiganman, boshqa qilganman. Menimcha fikr bildirishga haqli deb hisoblayman o'zimni. Ahvol Imomxo'jayev, Abror Imomxo'jayev, Zafar Imomxo'jayev, ulardan har biridan qaysi kuchli xislatlarni oldin hisoblaysiz? Bilmadim endi, men bu to'g'risida menimcha boshqa odam xislatlarga havas qilasiz deylik. O'sha jurnalistika sohasida. Menimcha uchovligini ham o'zligiga xos kuchli jihatligi bor. Menga janoq yo'qmagan bo'lsa kerak. Endi do'damni hech kim bilan solishtirmayman. Har qanaqa tomondan. Chunki ular birinchi boshlaganlar bu sohani. Ya'ni birinchi boshlagan odam menimcha poydevor qo'ygan odamni boshqa kim bilandir solishtirib bo'lmaydi. Допустим, ulardan keyingi avlod masalan Mirza Hakim aka bor, Davlat aka Turdaliyev bor, keyin Xayrulla akalar bor. Ular umuman boshqa odam. Do'dam paytlaridagi futbol ular sharhlagan o'sha radio orqali qanaqadir televizor ko'rish ham shart bo'lmagan paytda. Men do'damda qoyil qoladigan narsa bu emotsiya yetkazib berish, ani to'lqinlanib gapirish, shunaqangi maza qilib gapirib beradilar hikoyalarni men havas qilaman. Men o'zim hozir gapirayotgan tonim ham qanaqadir sun'iga o'xshaydi. O'zimga boshqalarga ham shunaqa tuyuladi. Men qabul qilaman. Do'damdagi ani improvizatsiya unaqa narsalar menga yo'qmagan menimcha deb hisoblayman. Endi Adamda analitika kuchli. Adam peshvoshi jurnalist bo'lgani, televideniyada ham ishlaganlar to'g'ri. Qilgan ko'rsatuvlarimni ko'pincha Adam pochirklaridan oldim deb o'ylayman. Endi amaki men televideniyaga olib kirgan odam, televideniya nimasida, qanaqa tushuntirgan odam. Ularni masalan ekran qarshisida o'zlarini tutishlari yoki yuz ifodalarini xohlardim mana. Mendan lekin hech qachon shunaqa chiqmagan. O'zimni ko'rganimda har doim menga yoqmagan. Ko'pchilik Ziyoy Imomxo'jayev faqat tanqidiy narsalarni yozadi, tanqidiy maqolalarni yaratadi, tanqidiy yondashadi deb o'ylashadi, shunaqa gapirishadi. O'zbek futboli siz uchun qanaqadir ijobiy jihati bormi? Hamma narsaning ijobiy jihati bor, hamma narsaning salbiy jihati bor. Ijobiy jihatlar haqida ko'p gapirasiz. Ko'p gapiraman, chunki tanqid bor joyda menimcha o'sish bo'ladi. Tanqidni agar odam normalni qabul qiladigan bo'lsa. Endi bizning sohada umuman o'zbek jurnalistikasida masalan ijobiy narsalarni, balandparvoz gaplarni, chiroyli jumlalarni keltiradigan jurnalistlar yetarlicha topilsa kerak. Men prosta o'shalardan bittasi bo'lishni xohlamaganman. Mana balki xarakterim shundan kelib chiqadi. Hamma narsani kamchiligini ko'rmayman. Men hayotda pozitiv odamman. Hayotda yaxshi ko'raman. Futbolni ham yaxshi ko'raman. O'zbek futbolchilari bilan yaxshi muomiladaman. Prosta nafaqat futbol, balki uyimda ham boshqa joyda ham agar nimadir to'g'ri bo'lmayotganligi, nimadirda sal noto'g'ri ishlayotganligini bilsam, men shuni to'g'riroq bo'lishini xohlagan bo'lardim. Bu hamma sohada. Masalan,
o'zim orzu qiladigan, masalan, yashashni men juda ham havas qiladigan mamlakatlar bor. Aytaylik, u Shvetsiya bo'lishi mumkin, u Daniya bo'lishi mumkin, u Norvegiya bo'lishi mumkin. Inson ongi har bitta sohasi, rivojlanganlik darajasi juda ham yuqori turgan mamlakatlar. Germaniyani olaylik yoki futbolda. Men shu mamlakatlarni ko'rganligim uchun juda ham uzoq bo'lishimizga qaramasdan harakat qilardim hamma narsa shulardan o'rnak olishimizga. Chunki ular rivojlanyapti, ular rivojlanish yo'lida ketyapti. Demak, to'g'ri yo'lda-da. Biz shunaqa mamlakatlar bo'lib turib, balki Rossiyani yoki o'zimizning qanaqadir yo'nalishlarimizni bir Amerika kashf qilmoqchi bo'lib qilsak, ba'zida inson qotadi, ba'zida yoqmaydi. To'g'ri deb hisoblamasman, balki o'zim nohaqdirman. Lekin agar bizga tayyor shpargalka bo'ladigan bo'lsa, nimaga foydalanmasligimiz kerak? Endi shundan kelib chiqib, men tanqid qilib qo'yarman ko'p. Tushunarli, lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham bu nimaga tanqid qilishingizga javob bo'ldi. Ijobiy jihatlar bormi? O'zingiz uchun o'zbek futbolini siz havas qiladigan yoki qanaqadir siz hurmat qiladigan nimadirlari bormi? Agar bo'lsa, bu nima? O'zbek futbolidami? Bilmadim, odamlarni, futbolchilarni yoki murabbiylarni munosabatini zo'r bilaman deb aytolmayman. To'g'risini aytaman, havas qiladigan narsa haqida hozir o'ylanib qoldim-da. Bor, men hamma narsa yomon demayman, yaxshi narsalar albatta bor. Lekin endi qanaqa aytsa bo'ladi? Men Angliya futbolini, Ispaniya futbolini ko'rib rohatlanadigan odam o'zbek futbolini ko'rib kayf qila olmayman hech qachon. Lekin ijobiy jihatlari, menimcha eng yaxshi ijobiy jihati futbolda bu yerda futbolni ichidagi odamlar ham, bizni tanqid qiladigan odamlar ham hamma yaxshi ko'radi. Eng zo'r jihat shu bo'lsa kerak. Boshqa bilmadim. Endi bu ko'proq muxlislarning mehridan kelib chiqadimi boshqa. Bizda futbolni juda ham yaxshi ko'rishadi, shuning uchun men ham yaxshi ko'raman. Dunyoda eng ko'p tanqid qilinadigan kasb egasi bu Lyuboy terma jamoani bosh murabbiyi degan fikrga qo'shilasizmi? Lyuboy terma jamoani bosh murabbiyi, masalan, yo'q, bosh murabbiy degan fikrga qo'shilaman, terma jamoaniga emas. Chunki Manchester United murabbiyini ham tanqid qilishadi, boshqa ularda menimcha terma komanda klub qilib juda alohida ajratib o'tirishmaydi bizga o'xshab. Men juda ham xohlardim shunaqa bo'lishini. Bizda tipa hamma narsa vatan manfaati uchun-da, muxlislar ham shunaqa qarashadi futbolga. Ya'ni bu oddiy bo'lib turaversin-da, faqat terma jamoa bo'laversin. Samvel Lobayan o'tirsa, Samvel Lobayanni tanqid qilamiz, Qosimov bo'lsa, Qosimov, Abramov bo'lsa, Abramov. Lekin menimcha Angliyada unaqa bo'lmasligi kerak-da. Angliyada ham bizdan ham battar qilib tashishadi ekan ishni. No, klublarda ham shunaqa miqyosda demoqchiman-da. Murabbiy ko'p tanqid qilinishi oddiy holat. Buni ularning o'zi ham juda ham yaxshi biladi. To'g'ri qabul qilishi ham kerak, juda ham kerak. Chunki ayniqsa endi bizda vatanparvarlik juda kuchli-ku, hamma narsaga biz vatanni tiqishtiramiz, hamma narsaga fidoyilikdan kelamiz usradi. Har doim to'g'ri bo'lmagan taqdirda ham shuning uchun ham menimcha murabbiyga hamma yopishib olishi bu odatiy holat. Demak, o'sha murabbiy ham tayyor bo'lishi kerak. Tayyor bo'lmasa murabbiy bo'lmasligi kerak menimcha. Chunki masalan, klub murabbiylarini tanqid qilish bilan o'sha terma jamoa murabbiyini tanqid qilish farqi borki, klub Paxtakor mana hozir o'zini egasini topdi. Obod kimnikidir? Bunyodkor ham mayli kimnikidir. Lekin O'zbekiston terma jamoasi hammamiznikida. Gapirishga hammamiz haqlimiz. Oddiy umuman futbolga aloqasi yo'q odamdan tashqari, chunki bitta mamlakat bayrog'i ostida maydonga tushyaptimi? Buni o'zini shaxsiy tomorqasiga aylantirib olish kerak emas. Hozir eng ko'p nimaga shunchalik oldin tanqid qilinardi, Abramov ham, Qosimov ham tanqid qilinardi. Ularning o'yin uslubi tanqid qilinishi mumkin edi, natijasi tanqid qilinishi mumkin edi. Bu normal holat. Hozirgi holatda Samvel Babayan tanqid qilinayotgan narsa bu futboldan ham tashqariga ancha-muncha chiqib ketdi. Bu endi o'zini aybi menimcha. Shuni so'ramoqchi edim-da, aynan men saytda ishlab kelayotganimdan beri o'sha davr olsa Abramov bo'ldi. 2011 Qatarda zo'r o'ynadi. Gapi o'sha 6-0 dan keyin ham ozgina tanqid bo'ldi. Keyin Piski bilan barbod bo'lgandan keyin, Eronga yutqizgandan keyin keskin tanqid qilishdi muxlislar. Keyin Qosimov keldi. Qosimov ham yaxshi boshladi, yaxshi boshladi. Keyin yutqizdi. Masalan, chiqolmadi, Sho'rahmetov hafta bo'ldi. Yana tanqid. Hozir Babayan ham shu tanqid. Muxlislar nima xohlaydi deb o'ylaysiz masalan siz? Muxlislar nima xohlashini menimcha har safar bitta murabbiyni ketkazishgandan keyin tushunib yetishyapti-da. Xuddi shunaqa bo'ldi-da. Abramov ketkazishgandan keyin tushunib yetishdiki, biz chiroyli futbol xohlayotganmiz, natija bizga kerak emas ekan. Qosimov ketkazishgandan keyin tushunib yetdiki,
u haqiqiy futbol o'ynagan ekan, trenerligini qilgan ekan. Baba ham unaqa emas. Menimcha Babayani ham ketkizganimizdan keyin yana nimadir tushunib yetsa kerak-da. Men bilmadim, men futbolga uni o'xshab qolgan natijasi yo boshqa bilan qarash xohlamasdim-da. Chunki shu o'z vaqtida Ahmad Ubaydullayev komandasi masalan Osiyo chempionatining finaliga qadar yetib borganini ham tasodif deb bilaman va hozirgi holatda terma jamoa jahon chempionatiga chiqib qolsa, buni ham 100% tasodif deb bilaman. Xohlardim, mana Germaniyani ko'ryapmiz. Ularda o'sha tasodif yo'q-da. Ularda hamma narsa o'zicha. Masalan, Yaponiya, Janubiy Koreya muntazam chiqib turadi. Ularda tasodif yo'q. Ular shunga kuchi yetishini biladi, shunga harakat qiladi. Shunaqa futbol uchun menimcha kurashsa, hammasi o'z joy-joyiga tushsa kerak. Biz har doim Abramovga, Qosimovga va Babayanga qarshi kurashib kelyapmiz. Ya'ni faqat tepani o'zgartirib yotibmiz-u, bo'lmayapti. Xuddi endi tahorat qilganda ham faqat bosh yuvilganda, past yuvilmasa tahorat bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Futbol ham xuddi shunaqa narsa. Uni boshidan menimcha tozalab, boshqa qilib, yaxshilab poklab olsa, normalniy bo'lib ketsa kerak. Shu qaror qabul qilinib bo'ldi, sentyabrgacha o'zgarish yo'q deyishdi. Shaxsan siz fikringiz o'sha sentyabrdan keyin jahon chempionatiga chiqsa, chiqmasa farqi yo'q. Chet ellik murabbiy olib kelish fikri sizda bo'larmidi yoki o'zimizdan toparmidik? Bizda hozir vaziyat shunaqangi bo'lib turibdiki, hozirgi holatda chet eldan murabbiy olib kelish, masalan agar rahbariyat qolganda, hozirgi federatsiyaning rahbariyati qolishi aniq bo'lganda, saylovlar bo'lmaganda chet eldan murabbiy olib kelish birinchi planga olib chiqilinadi. Men har doim bunga zarman. Lekin hozir vaziyat shunaqa bo'lib turibdiki, terma jamoaga qo'shilib futbol rahbariyati ham o'zgarish arafasida turgandek taassurot qoldiryapti. Ra shunaqa bo'lgandan keyin hammasi o'zgarsin, mayli, men roziman. Lekin chet eldan murabbiy olib kelish ham o'zining talablari bor. Biz olib kelganmiz-ku. Vegada Silva ishlagan, Nepomnik ishlagan, juda ko'p chet ellik trenerlar ishlagan. Bu Polkton qisqa muddat ichida o'zgartirgan terma jamoani. Lekin ular bilan baribir ishlashni bilmadik-da. Hammasi bizga natija bermadi. Qaysi ma'nodagi chet eldan murabbiy olib kelgandan keyin ishiga hech kim aralashmasin. O'zini 4 yillik yoki 8 yillik dasturini bersin. Konkretno futbol bitta tizimdan, masalan, Lyon hozir natija qilayotgani bilan bitta shuni mehnat emasda. Bu narsa butun Germaniya futboli o'zgarganligini bu hozir yuzaga chiqarib berayotgan odamda haqiqiy zo'r murabbiy, men tan beraman. Shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Faqatgina zborning chet ellik murabbiyga berib qo'yib, agar Oliy ligamiz boshqa joy futbol o'sha qoladigan bo'lsa, men nimadir zo'r global o'zgarish bo'lishiga ishonmayman lekin. Agar shunaqa bo'lganda, menimcha o'sha Abramov chiroyli futboli bilan yoki Qosimov qanaqadir taktik futboli bilan ham balki olib chiqsa bo'lardi-da. Jahon chempionati hech qachon patolog bo'lib qolish kerak emas. Bizning chempionatimiz boshqamiz, o'sha terma jamoada aniqamizni ko'rsatib beradi. Terma jamoa ko'zgu bo'lib beradi deb bizning futbolimizga va normalniy ko'zgu bo'lyapti. Bu yerda hech qanaqa nohaqlik bo'layotgan joyi yo'q deb o'ylayman. Adashmasam, o'zingiz ham professional futbolga borishingiz kerak edi. Shunaqa niyatlaringiz bo'lgan, nimaga amalga oshmagan? O'ynamagan bo'lsam kerak. Men buni ochiq tan olib aytaman. Lekin men ichimda bir ikkita alam qolib ketgan. Bu narsani hech qachon futbolga aralashtirmaganman. Yosh katta futbolchilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Futbolli tizim bo'lgan bo'lishi mumkin. Nimagadir ichimda har doim ishonch bo'ladi. Masalan, hozir men bilan birga futbol o'ynagan bolalarga g'alati tuyulishi ham mumkin. Qaytadan imkoniyat berilganda, hozirgidek aqlim bo'lganda boshqacha yo'l tutardim masalan. Boshqacha futbolchi bo'lardim, допустим. Men endi o'zimdan 5 yosh kichkina yoki 4 yosh kichkina bolalarning orasida yetakchi bo'lib, nomimni chiqarib olib, keyin Oliy ligada yo'q ketish xohlamagandirman masalan. To'g'ri o'ynaganman, noto'g'ri futbolda qurbonlari juda ko'p bo'lgan bizning futbolda. O'shalardan bittasini hisoblayman o'zimni. Lekin bunaqa afsuslanib dod qilmayman, chunki baribir nima qilishimizdan qat'iy nazar Xudo peshinamizga yozgani bo'ladi. Agar shu futbolchi bo'lish buyurilgan bo'lsa, balki bo'lardi. Cristiano Ronaldo ham gap-yo'q, mehnati bilan erishgan, boshqa qilingan, lekin shu narsa unga berib qo'yilgan-da baribir. Shunaqa bo'lishi. Xudo ham ozgina yuqtirish kerak menimcha. Bunaqa futbolchilik zo'r narsa, juda ham zo'r narsa. Men havas qilaman. Eng havas qiladigan odamlarim futbolchilar. Lekin hammaga ham nasib qilmaydi-da. Hammaning ham orzusi ushalmaydi. Nimaga ularga shunaqa darajada havas qilasiz? Nimaga ular shunaqa darajada zo'r deb o'ylaysiz? Hayoti zo'r-ku. Bilmayman, hammani kimdir sayohat qilishni yoqtiradi, kimdir boshqa. Masalan, siz futbol o'ynashni ko'rasiz. Futbol ichida yursangiz qanaqa hech bo'ladi. Trenirovka qilasiz. Bo'sh vaqtingizni oilangizga ajratasiz. Futbol ichida hamma narsa bor-da. Futbol ichida sayohati ham bor, puli ham bor, ochig'ini aytish kerak. Uni kayfi ham bor, uni rohati ham bor. U futbol o'ynab stadionni to'ldirib o'tirganlar oldida bitta tush futbol o'ynab ko'rgan odam menimcha biladi. Nimaga butun dunyo havas qiladi? Ularga faqat men emas, siz ham havas qilsangiz kerak.
Menimcha hammamiz bu yerda futbolchi bo'lishni kim xohlamaydi? Siz xohlamaysizmi? Menimcha hammamiz xohlaymiz-da. Chunki futbolchilar o'zi ham biladi shu soha zo'rligini. Ani qiyin soha, unaqa maslahat bermayman degan futbolchilar ham chiqib qoladi-yu. Men hayron qolaman. To'g'ri, hech qaysi soha oson emas, lekin futbol qolgan sohalar bilan solishtirganda menimcha juda ham bekordan bekorga million o'yini bo'lib ketmaydi-yu. Odamlar xohlaydi, odamlar shunga intiladiki. Endi professional sportda o'ziga yarasha salbiy jihatlari ko'p. Masalan, futbolda qanaqa salbiy jihat bor? Juda ham yosh karyerani tugatib kelgan. Juda ham yosh tugatmaydi. Agar gimnastikachilar bilan solishtiradigan bo'lsa, u futbol keyingi yoshgacha futbol o'ynayapti. U 2000-yilda u bola zo'r bo'lib chiqqan bola edi. Hozir men esimni tanimaganman. Hali 2000-yilda futbolni zo'r ko'rmasdim, tushunmasdim. 2002-yildan beri ko'rganman. Hali ham o'ynayapti Genrix Zborniyda. Bu uzoq period menimcha. Undan keyin murabbiyligida davom ettirishi mumkin. Xullas, masalan, 20 yoshda yoki 25 yoshda tugatib ketish emas. Bu sport gimnastikasiga o'xshab, shu Oksana Chusovitning anaqasini o'qigan edim. Bu o'sha sport gimnastikasidan ketgan odamlar mayib bo'lib qoladi ko'pincha. O'zingizlar ham bilasizlar. Shunaqa sport turlari bormi? Boksyorlarni olaylik. Muhammad Ali masalan, qanaqadir kasalligi, miya chayqalishi. Futbol bularning orasida ideal sportdir-ku. Endi jarohat ko'chada yurib turib ham oyog'ingizni sindirib qo'yishingiz mumkin. Jarohat olish xohlamagan odam shaxmat-shashka o'ynaydi. Lekin futbol qanaqadir sizni urushmas, bir-biri bilan bunaqa urushish narsa emas. Bu zo'r o'yin menimcha, eng yaxshisi. So'kib ko'p juda muxlislar ko'p bo'lgan. Shu loyihani qanaqadir daryo orqali yo'lga qo'yishni o'ylab ko'rmaganmisiz? O'z to'g'risini aytganda Soccer klub degan loyiha boshqa qilmoqchi emasman, qilmayman xudo xohlasa. Xuddi shunaqa dastur qilganimda ot Soccer klub bo'lmaydi. Chunki o'zim kutmagan holatda odamlar yaxshi qabul qilgan narsani yana qilsam bulg'ab qo'yaman, to'g'risi. Bizda odamlar shunaqada, agar yana xuddi shu dastur hozir davom ettirsangiz, sal qo'rqib qopti, cho'chib qopti, oldin boshqacha deydi. Chunki odamlarda shunaqa narsa bor, eskisi har doim yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Maryam hayotimda kichkina bitta Soccer klubcham bor, chiroyli bo'lib qolsin odamlar esida. Balki boshqa dastur qilarman. Lekin buni ham shunaqangi narsasi borki, men buni bemalol aytaman. Hozir oldin ham aytganman. Agar men o'zim qilgan ishim uchun faqat o'zim javob beradigan bo'lsam, men hech narsadan qo'rqmayman, faqat Xudodan qo'rqaman. Men o'zim qilgan ishim uchun televideniyadan ketsam, o'zim qilgan ishim uchun o'zim javob bersam, bu eng zo'r narsa. Ideal jamiyatlarda shunaqa. Bizda ko'pincha men qilgan ish uchun agar meni yaqinlarim javob beradigan bo'lsa, yoki u oldingi sistemaga o'xshab kattalar qilgan ish uchun farzandlar javob beradigan sistema, bu eng pastkash sistema deb bilaman. Bu narsa bo'lgandan keyin bunaqa dastur qilishni xohlamaysizlar. Shuning uchun kimgadir yoqqanman, kimgadir yoqmaganman, lekin qilgan ishimdan hech qachon afsuslanmayman. To'g'ri deb qilganman, nima bo'lib o'tgan bo'lsa o'tdi. Kimdir o'sha paytda o'zim uchun ham bilib oldim, kim do'st, kim dushman. Men bu narsaga aniq qilmayman, to'g'ri qabul qilaman. No, shunaqangi situatsiya bo'ldi. Men na futbolchilarni, na murabbiylarni, na futbol rahbariyati, na muxlislarning oldida tilim qisuv yoki joyim yo'q. Lekin men o'zim yaqinlarim, jigarlarimga ozgina bo'lsa ham zararim tegib qo'yganligidan afsuslanganman. Bitta afsuslangan narsam shu. Shuning uchun ham hozir agar bunaqa narsa qilish kerak deb bongurib, yo o'lib qolib shu narsani qilishim kerak degan istak yo'q menda. Timur Kapadzening intervyusini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bitta keraklar shu futbolchilarni tanqid qilmay turaylik, joy qoldi, tayyorlansin. Hozir biz tanqid qilganimiz sari yerga yetib ketishyapti. Fikrlar qanaqa qaraysiz Timur Kapadzening fikriga? O'sha intervyudan keyin ham ko'p aka bilan bir marta ko'rishdi, bir marta telefon qildilar, yarim soatdan ko'p gaplashdi, fikr almashdi. Men bu odamni nima uchun hurmat qildim? Qolgan futbolchilardan ham shuni istardim. Masalan, menga u farqi yo'q, chempionat Aziyami, sport uzma boshqa. Agar sport jurnalistlari haqida kimdir salbiy fikr bildirsa, ularni himoya qilishga harakat qilaman. Chunki o'zimizni nima qilamiz, qanaqa yo'sinda ishlayapmiz bilaman-da. O'zini o'zi himoya qilsin emas. Ko'pida mana shu narsani ko'rganligim uchun men hurmatim yana bir karra oshdi. O'sha Ruslan Nuriddinov ham gapi yo'q. U ham o'zini fikrlarini berdi, erkin fikr, gap bo'lishi mumkin emas, befarq masalan, shuncha narsaga ko'pi hamiyatli futbolchi-da. G'ururiga tegdi, u ham futbolchi, mard bo'lib, hozir u bitta mardlik qilib Zborniydan o'z vaqtida keta olgan futbolchi-da. Juda ham qoyil qolganman o'shanda va hamiyatiga tegib, hech kim uni Timur Kapadze deb gapirmagan edi. Kelib, ichiligini gapirib, yonmadi. Haqiqiy fidoi,
haqiqiy sohasini yaxshi ko'radigan, atrofidagilarni himoya qila oladigan erkak futbolchi. O'shanisiga 5 ketdim. Fikrlariga qo'shilaman. Chunki men kim etchidan qat'iy nazar o'zim ko'p tanqid qilgan bo'lsam ham, u Labanov bo'ladimi, Andreyev bo'ladimi, bitta narsasiga 100% ishonaman va muxlislarni ham ishontirishga harakat qila olaman. Hammasi jahon chempionatiga chiqishni xohlaydi. Agar bitta futbolchi xohlamasdan provokatsiya qilib yurganini bilganimda, men bilmayman unga qanaqa munosabatda bo'lardim. Unaqa futbolchi yo'q. Bular shunchaki qo'lidan kelgancha o'ynayapti. Va men borgan sari endi men futbol atrofidagi odamlar bilan gaplashib boshqa narsani tushunyapman. Futbolchilar haqiqatda ikki o'rtasida qolib ketdi. Bu yerda muxlislar, bu yerda jurnalistlar yetmaganda, o'zi maromiga yetkazib turgan paytda ular hozir futboldagi sistema bilan kurashyapti. Ularning hammasiga ham Babayanni o'yin uslubi yoqadi deb aytmayman men. Chunki bu bolalar Abramov bilan kayf qilib futbol o'ynagan bolalar. Yoki Qosimov bergan ko'rsatmasiga amal qilib to'p surgan bolalar. Asosiy terma jamoa kastligi shular baribir, to'g'rimi? Odil Ahmedov, Server Jeparov. Bu bolalar o'zini navqiron kuchli paytida ham jahon chempionatiga chiqa olmaganmiz-da. Hozir bularni pastga o'yinni, jismoniy formasi pastga ketayotgan paytda Babayan eng zo'rimiz olib chiqamiz deyapti-da. Lekin o'yinni ko'ryapmiz masalan. Orqada aldash mumkin emas, pas o'ynash mumkin emas, oldiga beybigi. Menimcha bu futbolchilarning o'ziga yoqmaydi. Qaysi futbolchi faqat mana shunaqa gryazniy futbol o'ynab hamma so'kishni eshitib yurish xohlaydi. Ular ham o'zini ko'rish xohlaydi. Ular ham o'ziga ishonadi. Ular ham juda ko'p narsa. Endi anu tema bo'lmasa ham aytib ketaman. Boksyorlar bilan ko'rishtirishdi-yu. Men boksyorlarni hurmat qilaman. Ular olgan medallari, Rioda ko'rsatgan narsalar uchun hozir fursatdan foydalanib rahmat aytaman. Lekin bitta narsaga kuldim, to'g'risini aytaman. Yosh boksyorlar bilan Odil Ahmedov bilan Server Jeparov bilan uchrashtirib motivatsiya berish bilmayman qanchalik to'g'ri-da. Birinchidan u yakkalik sport turi. Ikkinchidan Riodi shon-shuhratlar haqida gapirib berishyapti ular. Keyin mag'lubiyatda qanaqa qabul qilish, kakkas Kubadan yutqizib kelishdi 5-0. Endi bu narsa faqat Babayandan chiqishi mumkin bo'lsa kerak. Chunki bu bolalar faqatgina Rioni ko'rdi-da hozir. Xudo xohlasa men ularga Tokio Olimpiadasida ham, boshqa olimpiadalarda ham, boshqa musobaqalarda ham omad tilayman. Bular endi katta sportga kirib, endi mashhur bo'ldi. Odil Ahmedov necha yillik futbolchi. U qanaqa joylarda o'ynadi, qanaqa pul oladi, qanaqa obro'si bor, yoki Server Jeparov qanaqa joylarda bordi. Osiyoning eng kuchli futbolchilari, katta bolalar o'zini kastingi bolalarni eshitib o'tirishi, bu futbolchilarni ozgina bo'lsa ham yerga qo'yish. Ularni ko'tarish kerak do'xini. Ular zo'rligini his qilsin, boshqa qilsin. Endi bokschilar kelib qanaqa mag'lub bo'lganini his qilish kerak. Futbolchilar juda yaxshi biladi mag'lubiyat qanaqa. U navbat bokschilarga o'rgatish kerak. Chunki futbolchilarimiz ko'p mag'lub bo'lib, harmani qabul qilib, hazm qilib chiqib ketishga, ularga ham qo'yib qolish kerak. Nima deb o'ylaysiz? O'zbek muxlislari talabchan bilamiz. Omadimiz kelib jahon chempionatiga chiqsak, mana o'smirlar, yoshlarda chiqqanmiz. Ko'rganman, o'zim guvoh bo'lganman. Shu Estafet chorak finalga chiqqanda hamma maqtagan. Lekin Urugvayga yutqizib qo'yganimizda hamma tanqid qilishgan. Keyin Ahmad Musayev ham xuddi shunaqa Fransiyaga 4-0 yutqizsa, undan ko'ra nima qilardik chiqib. Hozir kattalar o'rtasida chiqsak, guruh bosqichida birinchi qatnashyapmiz. Saudiya Arabiston 8-0 yutqizgan Germaniyaga. Muxlislar qanaqa qabul qiladi deb o'ylaysiz? Masalan, agar yirik hisobli bo'lsa, deyarli aniq, menimcha aniq yirik hisobli guruhdan bir xillar muxlislarimiz bor, shunaqa komment yozadiki, chiqsak bo'ldi emas, guruhdan chiqish kerak. Bunga qanaqa qo'shilasiz? Qanchalik talabchanlik bu? Ba'd nimagadir shunaqa chuvство bor. O'zbekiston terma jamoasi o qadar kuchli hisoblanmasa ham, nimagadir juda yirik hisoblarda yutqizamiz deb o'ylaymiz jahon chempionatiga chiqsa. Nimagadir bolalar dastoyni o'ynashiga ishonaman. Даже shu Stanislav Andreyevdan tortib boshqasi ham menimcha oxirigacha yugurib o'ynaydi. Birinchidan, ikkinchidan muxlislar uchun yengil edi. Jahon chempionatini ko'rmagan bo'lsak, ko'rmaganni ko'rgani qursin bo'ladi. Aniq. Tanqid qilib urib tashlash shuni xohlaganmidi? Bayalsa ko'rsin katta maydonda. Normal holat. Lekin baribir jahon chempionatiga chiqsa zo'rda. Men Babayan olib chiqqan taqdirda ham hozir imkoniyatimiz paydo bo'lib qoldi. Menimcha hamma xohlaydi. Men o'zim ham shungacha bo'lgan maqolalarim masalan yozganman. Biz jahon chempionati kerak emas. Agar menga futbolni o'zgartirib zo'r qilib beraman, 2018 dan voz kechsam desa, voz kechaman har doim. Lekin hozirgi holatda muxlislarni yutqizgandan keyin xafa bo'lishi ham menimcha yaxshi holat, normal holat. Yutqizsa ham maqtay narsa bilmayman kelajak rivoj qanaqa bo'ladi. Men o'sha Ahmad Musayev, men Yevsefeyev o'sha Urugvayda mag'lubiyatlari tanqid qilingan o'yindan keyin
emotsiyani baribir o'ldirish kerak. Bir 8-9 soat o'ladigan. Bitta uxlab turgandan keyin ertalab yana bir ikkita so'kadi, keyin joyiga tushadi. Muxlisam. Lekin yaxshi xotiralar bilan eslaydi menimcha muxlislar bilan. Qahramonni biladi Meksikada boshqa. Keyin o'zini joyiga tushib olgandan keyin bir obyektiv baho bergandan keyin menimcha yaxshi holat bo'ladi. Lekin baribir futbolchilarimizga ishonaman. Men Eron ham Argentina bilan harakat qilib o'ynadi. To'g'ri, biz Erondan ancha orqadamiz hozir-u. Balki nimadir hech bo'lmasa bitta necha ham o'ynab kelarmiz Afrikaning qaysi bir komandasi bilan. Jahon chempionatiga hozirgi ahvolimiz prosta borib keladigan ahvol. Prosta shu narsani ko'ringlar, shu narsani ko'ringlar. Ha, bitta his qilib ko'rsa bo'ldi. Muxlislar xohlayotgan narsa shu. Juda ko'p xohlayotgan narsa shu. Men shu borib nimadir talab qilish endi uchun futbol umuman tushunmaslik kerak menimcha. Biz Eronga 180 daqiqa davomida bitta to'g'ri udar bermayotgan komanda qanaqa qilib Braziliya yo Argentinalar bilan bir ochko ishlar boshqa kelishimiz kerak. Biz chiqqanimiz o'zi qahramonlik bo'ladi va qahramonlar agar halok bo'lib ketsa ham buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Sizga bitta savolim bor. Men chempionat Aziyada ishlaydigan yagona ayol kishi bo'lsam kerak. Boshida kelganimda yigitlar umuman kommentariyalarni ko'rsatmaslikka harakat qilishardi, qanaqadir chetlatishardi meni. Keyin bunyodkori direktor bilan ham suhbatlashganimizda ular ham shunaqa narsani aytdilar. Oilaviy sektor haqida so'raganimda biz tayyormiz anchadan beri oilaviy sektor ochishga, lekin qanaqa imtiyoz ayol kishini olib kelish mumkin? Meni onam so'rayaptilar futbolga boraydi. Men onamni 40 yil o'qituvchi bo'lganligimni olib kelolmayman, uyalaman dedim. Bizga jurnalistlikka iltimos bilan nafaqat ular chiqdi. Juda ko'p oxirgi payt qancha odam kelayotgan bo'lsa, shunaqa narsalarni eshityapman. O'zimda ham ochig'i bor. Qanaqa qilib muxlislarimizni madaniyatini sal oshirsak bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Bizani tinglab turgan muxlislarga ham qanaqadir taklif, talab yo istak bo'lishi mumkin bu o'zimning nomimdan va ko'pchilikning nomidan. Lekin aytmoqchimanki, podshoh va uni nima deydi, bir-biriga mos bo'ladi-da odatda. Futbol va muxlislar qanaqa qilib balki bu yoq tarafdan emas, bu yoq tarafdan boshlab qursak ham balki yomon bo'lmas. Agar muxlislarning saviyasini oshirsak, madaniyatini ozgina menimcha qursak, bilmadim. Meni aqlim yetadi deb o'ylayman, muxlislarning saviyasini belgilashga, boshqa qilishga. U futbolda emotsiya paytida so'kib yuborish Germaniya futbolida ham bor, Premyer Ligada ham bor, bu normal holat. Keyin men qarshi emasman alohida ayollar sektori bo'lib qilish. Endi biz nima uchun kurashyapmiz deb o'zman teng huquqlilik, ayol erkaklar tengligi uchun kurashib turib, yana ayollarni ajratib qo'yishimiz bilmadim qanchalik to'g'ri. Lekin hozirgi kunda masalan stadionga bemalol borib futbol ko'rayotgan ayollar soni ortsa-ortyapti, menimcha kamayayotgani yo'q. Men juda ham xursand bo'laman bundan. Men birovga aql o'rgatishga shu boya aytganimda aqlim yetmaydi, o'zimdan kelib chiqib aytaman. Agar yon atrofimda qiz bola o'tirgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, men ona dunyoga keltirgan. Men siynim yo'q, lekin ayolim bor. Xudo xohlasa qizli bo'larman masalan. Deb ularni menimcha ko'zim oldiga keltirib turib, ayollarning oldida qanaqadir bema'nilik qilish yoki bo'lmasam o'zini jiro ola olmaslik erkak kishiga yarashadigan holat deb bilmayman. Lekin futbol ko'rganda o'zidan chiqib ketadigan narsa u kechirimli. U ayol kishilar uni uyida ham eshitadi yoki boshqa joyda ham baribir eshitadi, iloji yo'q. Biz dunyoviy davlatmiz. Chorsa bozoriga tushsa ham eshitadi. Kommentariyalar haqida men juda ham xafa bo'laman, so'kib, boshqa qilib, hatto o'sha baba ham bo'lgan taqdirda ham bu pastkashlik, to'g'risi. Agar kimdir so'kmoqchi bo'lsa, so'kmoqchi bo'lgan odamlar ko'pmi? Menimi yoki baba yanimi yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar yuziga borib aytgani yaxshiroq. Lekin birinchidan hech kim bilmaydi, qayerdan yozyapti, nima qilyapti. Qanaqadir nikka orqasiga bekinib turib qilish bilmayman erkak kishiga qanchalik yarashadi. Fikrini bildirsin, bemalol tanqid qilsin. Endi shunaqangi parazit so'zlar bor, balki ishlatib ham ketar. Lekin haqorat, so'kish, juda ham bir xunuk narsalarni yozish menimcha yarashadigan narsa emas. Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki o'sha narsasi bilan baribir baba ham o'zgarib qolmaydi. Baba ham o'qimasa ham kerak. Bu narsasini o'zini anaqasini ko'rsatgan ahol. Menimcha o'ziga ham неприятно bo'lsa kerak o'sha odam deb o'ylayman. Yoz bo'lgandan keyin, boshqa qilgandan keyin. Emotsiyalar bilan chiqib ketgan gap boshqa, u match paytida bo'lishi mumkin. Yoki aksariy holatda kommentariy yozgan odamlar mulohaza qilishga kelishadi. Endi hozir kommentariy ham qanaqa yozilyapti? Mana shu o'yinni o'zida ko'rib turib, o'sha yerda o'zida kommentariy yozishyapti. Bu narsa men tushunaman. Lekin
o'sha paytda ham qanaqa aytsa bo'ladi. Yozayotganda harf teradi, boshqada so'kayotganligini bilib yozadi-da. Menimcha sal uni tiysa bo'ladigan holat. Endi bu narsa butun dunyoda bor. Bu narsaga qarshi kurashish, boshqa qilish menimcha hech kimning qo'lidan kelmaydi. Hozir ana televideniyada juda ham ko'p bir tarbiyaviy soatli kurslar ketyapti, boshqa bo'lyapti. Bilmayman qanchalik egasiga yetib boradi, boshqa qiladi. Ko'rgim ham kelmaydi shunaqa kurslarni. Menimcha bunaqa hammani jurnalistlar ham boshqa ham grandiozniy qilib muxlislarni tarbiyalamoqchi bo'lsa, qo'lidan hech narsa kelmaydi. Men o'zimni oilamni tarbiyalayman, o'zimni bolalarimni, siz o'zingiznikini tarbiyalang, bu o'ziniki. Menimcha o'sha eng yaxshi narsa shu. O'z kichkina-kichkinalardan yetib boriladi-da. Bizni o'zbeklar to'g'risini aytaman, o'zim ham o'zbekman. O'zimizni bolamizga yoki kimgadir so'zimizni o'tkaza olmay yoki o'zimizni bir qo'shnimizga so'zimizni o'tkaza olmasdan turib, butun bir jamiyatni o'zgartirmoqchi bo'lamiz. Bu juda ham absurd narsa. Lolani kiyintirmoqchi bo'lishadi yoki babayani insofga chaqirmoqchi bo'lishadi. U odamlar 16-15 yoshgacha o'zgarmagan odamlar keyin ham o'zgarmaydi masalan. Prosta oilaviy muhitda juda ham katta gap deb o'ylayman. Hammamizning oilamiz bor, otamiz bor, boshqa. O'sha yerda ko'rsatilgan narsani bu yerda ham ko'rsatib beramiz hayotda. Duradgor bo'lamizmi, jurnalist bo'lamizmi, boshqa narsa. Shuning uchun bunaqa grandiozniy narsalarga bilmayman. Qo'limizdan kelishiga ham ishonmayman, nimadir ish chiqishiga ham ishonmayman. Bo'lmaydi, baribir bizdan hech kim eshitmaydi. Yaxshisi o'zimizni tiyib tursa eng katta narsa.